Assalomu alaykum hammaga. Biz oldingi videoda to'lovlar grafigi, ya'ni guruh shakllantirdik va unga to'lovlar grafigini yaratdik. Bu joydan yaratdik. Qaysidir oylarni belgiladik va shu oylar uchun to'lovlar grafigi yaraldi. Grafiklar bo'limiga o'tganimizda endi bizga to'lovlar grafigi paydo bo'ladi. Yuqori qismida filtrlar bor. Bu filtrlar orqali biz qaysi o'quvchi yoki qaysi guruh, masalan biz oxirgi yaratgan guruhimiz Aydis Upper guruhi. Shunga bosganimizda biz 3 ta o'quvchimiz bor va 3 ta oyga grafik yaratdik. Shuning uchun bizda 9 ta grafik paydo bo'ldi. Endi biz bu grafikni xohlasak Excel ga yuklab olishimiz mumkin. Keyinchalik kerak bo'lsa agar qaysi o'quvchi qaysi gruppaga necha pul to'lash kerak Excel ga yuklash mumkin va shu joydagi barcha SMS jo'natish mumkin. SMS jo'natish knopkasini bossak, shu gruppadagi mana shu o'quvchilarning hammasiga, ya'ni alif vallilarga boradiki, SMS shu oyga siz to'lov qilishingiz kerak, to'lovni amalga oshirmadingiz degan xabar yetib boradi. Va bu SMSni o'sha hammaga emas, alohida jo'natishimiz ham mumkin. Bu joyda SMS knopkasi bor. SMS knopkasini bosish orqali biz shu o'quvchiga tekst mazmuni shunday bo'ladiki, Islombek deyapti. Buni siz o'quv markazining nomini qo'yib qo'ysangiz, ya'ni user super admin name o'rniga o'quv markazining nomi shu joyda shakllanib chiqadi. O'quvchi Alif Vali 23-yil aprel oyi uchun upper guruh uchun 240 ming so'm to'lamagan. Iltimos to'lovni amalga oshiring va mana shu adminimizning telefon raqami shu joyda kelib chiqadi. Bu raqamlarni o'zgartirish uchun shu profilga o'tamiz va birinchi darsdagi kabi profilni, telefon nomerlari va ismlarini tahrirlab olib SMS jo'natishimiz mumkin. Jo'natish knopkasini, tekshirish knopkasini bosib turib va jo'natishni bossak, shu o'quvchiga SMS boradi va o'ziga va ota-onasiga boradi. Demak, o'quvchi shu bilan ishlash mumkin bo'ladi grafiklarni. Har qanaqa grafik shakllangandan keyin biz birinchi darsda ko'rganimiz boshqaruv panelida dashboard, ya'ni har bir oy uchun to'lov grafigi shakllanadi. Ya'ni iyul, avgust oylari uchun 700 ming so'm, bu oylar uchun biz aprel, may, iyun oylari uchun yangi guruh ochib, yangi to'lov grafiklari qo'shganimizda shu oylar uchun daromad o'z navbatida oshadi. Masalan, bu oyda 1.360 ming iyun oyida, may oyi to'lanmagan miqdor. Bu joyda biz bunga bosib faqat to'langanlarni chiqarishimiz mumkinmi? To'langan 300 ming so'm, 200 ming so'm to'langan yoki ikkalasi ham chiqib turishi mumkin. Bu joydan masalan aprel oyiga o'quv markazi boshlig'i ko'rishi mumkin. 1.160 ming so'm pul to'lanmabdi. Kimlar to'lanmagan? To'lov grafigiga o'tamiz. Bu joydan qaysi oy? Aprel oyi uchun bizga mana to'lanmagan, tugallangan va tugallanmagan to'lovlar kerak. Kimlar to'lov qilmagan? Masalan, aprel oyi uchun mana shu o'quvchilar, ya'ni 5 ta o'quvchi to'lovni amalga oshirsa, mana shu to'lov grafikimiz boshqaruv panelimizda mana shu to'liq ko'k rangga o'tadi. Va bizning kassamizda shuncha pul paydo bo'ladi. Agar savollar va takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Keyingi videoda biz to'lovlarni qanday amalga oshirishni ko'rib o'tamiz. To'lovlar amalga oshirilganda kassadagi pullar naqd karta orqali, klik orqali o'tkazilgan pullar bizda ko'rinadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.